Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi suhbatimiz hind kinolari haqida. Nima sababdan hozirgi kunda hind filmlari O'zbekistonda ilgarigidek mashhur emas? Keling ushbu videoda shu haqida gaplashamiz. 20-asr oxirlarida, 21-asr boshlarida hind kinolari O'zbekiston kino industriyasini egallab olgan edi. Har bir xonadonda hind aktyorining katta plakatdagi rasmi devorga yopishtirilgan bo'lar edi. Ha azizlar, hind filmlariga shunday muhabbat qo'ygan odamlar bo'lar ediki, hind aktyorlariga o'xshab soch turmagi qilishardi yoki bo'lmasa ularga o'xshab kiyinish yaxshi ko'rishardi. Albatta hind filmlari O'zbekistonda mashhur darajaga yetishiga o'zbek dublyaj aktyorlarining hissasi katta desak mubolag'a bo'lmaydi. Dublyaj aktyori personajga ovoz berishda xuddi ushbu rolni o'zi ijro etgandek bajargan. Albatta bu uchun o'sha davrdagi dublyaj aktyorlariga tashakkur bildirishimiz kerak. O'g'irlamagan kelin, goho shodlik, goho g'am, o'tkinchi dunyo, hayotda hamma narsa bo'ladi. Xullas ushbu filmlar ro'yxati 100 dan ortiq. Nega ilgari yig'lamasdan ko'rib bo'lmaydigan bu kabi filmlar Bollivudda chiqmayapti? Men buning sabablarini o'rganib chiqib, hech kimga qiziq bo'lmagan fikrimni ushbu video orqali sizlarga bildirmoqchi bo'ldim. Agarda sizda boshqacha fikr bo'lsa yoki meni fikrimga qo'shilmasangiz, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Birinchi sabab psixologik ta'sir. Filmlar bizga real hayotda amalga oshirishdan qo'rqadigan narsalarni psixik darajada boshdan kechirish imkonini beradi. Agar film bizning kechirmalarimiz va emotsional holatimizni topa olsa, demak psixologik ulanish yuz bergan bo'ladi. Bundan aytish mumkinki, hind filmlari insonlarga psixologik ta'sir kuchli bo'lgan. Psixologlarning so'zlariga ko'ra, qiziqarli film tomosha qilinayotganda neyron tarmoq faollashadi. Miya ekrandagi voqealarni haqiqiy qabul qiladi. Qahramon bilan birga hamma narsani boshdan kechiradi yoki unga o'z muammolarini yuklaydi. Ikkinchi sabab raqobat yo'qligi. 2000-yillarda ijtimoiy tarmoqlar, internet va gadjetlar hozirgi kundek rivojlanmagan edi. Tabiiyki, televideniyadan faqat o'zbek, turk va hind kinolari qo'yilar edi. Kinoteatrlarda faqat o'zbek filmlari premyerasi bo'lar edi. Bunda O'zbekistonda hind kinolariga raqobat yo'q edi. Uchinchi sabab qadriyatlar va madaniy yaqinlik. Hind filmlarining qadriyatlari va madaniyati yaqin edi. Ota-onani hurmat qilish, sadoqat, sevgi, muhabbat kabi mavzular bizning mentalitetga juda yaqin edi. Misol uchun, goho shodlik va goho g'am filmidagi ota va o'g'il munosabatlari, Yo'l yo'lakay filmining er-xotin munosabatlari tomoshabinlarning hayotiy kechimlariga misol bo'la olgan. To'rtinchi sabab aktyorlar xarizmasi. Bilmadim nima sababdan ilgarigi filmlarda aktyorlar tomoshabin qalbida alohida joy olgan. Misol uchun o'zimiz filmlarni olaylik. Bizga o'sha Shumbola, Shaytanat, Kichkina tabib kabi filmlar hozir chiqayotgan barcha o'zbek filmlaridan yaxshi tuyuladi. Men o'ylaymanki, bunga asosiy sabab aktyorlarning o'zining personajini mahorat bilan ijro etgani. Shu sababli hind filmlarining O'zbekistonda mashhur bo'lishiga Shohruxxon, Amirxon, Salmonxon, Ritik Roshan, Kajol, Rani Mukherjee kabi aktyorlarning o'rni beqiyos. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi kunda hind filmlari yomon chiqayapti deb bo'lmaydi. Bollivud asosan hozir fantastik, jangovar, zo'ravonlik janridagi filmlarga e'tibor qaratgan. Tabiiyki, bunday filmlarda raqobat katta. Menimcha hind filmlari endi O'zbekiston kino industriyasiga qaytish juda qiyin bo'lsa kerak. Sizningcha muammo nimada? Hind filmlari qaytib mashhur bo'lishi mumkinmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha.